Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi professor-o'qituvchilari va harbiy xizmatchilar ishtirokida poytaxtimizdagi G'alaba bog'i yodgorlik majmuasida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Unda yurtimiz tarixida o'zining mardligi, jasorati va fidoyiligi bilan ajralib turgan ajdodlarimiz hayoti, ularning vatan ravnaqi yo'lidagi xizmatlari hamda boy ma'naviy meros haqida so'z bordi. Akademiya harbiy xizmatchilari Mudofaa vazirligi huzuridagi G'alaba bog'i yodgorlik majmuasida joylashgan muzey va yodgorliklar bilan tanishish jarayonida xalqimizning ozodligi va tinchligi yo'lida jon fido qilgan ajdodlarimizning jasorati va qahramonligi, o'sha davrga tegishli tarixiy buyumlar bilan yaqindan tanishdilar. Bundan asl ko'zlangan maqsadimiz harbiy xizmatchilarimizni ma'naviy ma'rifiy saviyasini oshirish, shuningdek bevosita shu Ikkinchi jahon urushi davrida bergan xalqimiz, ajdodlarimizni ko'rsatgan jasoratlarini bevosita shu mavjud eksponatlar orqali tushuncha hosil bo'lishi, ularni vatanga, millatga, yurtga bo'lgan sadoqatini yanada oshirishdan iboratdir. Ushbu ma'naviy uchrashuv o'z navbatida har bir xodimga shonli o'tmishimizdan faxrlanish, ajdodlar yo'lidan borish va tinchlikni asrash mas'uliyatini chuqur his etish muhimligini yana bir bor eslatdi. Ekskursiyada shu Ikkinchi jahon urushiga oid demak eksponatlar ko'rildi. 20 mingdan ortiq shu eksponatlar hamda shu tarixiy qo'lyozmalarda harbiy xizmatchilarimiz o'z ko'zi bilan ko'rishib, albatta juda katta taassurotga ega bo'lishdi. Bir so'z bilan aytganda, tashkil etilayotgan bunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlar harbiy xizmatchilarni vatanparvarlik, fidoyilik va tarixiy qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Saidjon Abduqodirov, Shohrux Toshnazarov, yoshlar.